Assalomu alaykum. Beshariq Chorvosi kanalining obunachilari hamda bo'lajak obunachilari, chorvaga qiziquvchilar hamda qassob akalar. Akalar uyda boqilayotgan jaydari buqalarimiz haqida video qilmoqchi edim. Og'ilimiz ancha qo'rangi, xafa bo'lmaysizlar. Telefonning ekrani ozgina xiraroq. Shuning uchun videoga xira olinyapti. Jaydari buqalarimiz mana boqilyapti. Yaxshi o'zgarishlar, Xudoga shukr, yaxshi zo'r ketyapti. Akalar, bu novvoslar sotiladi. Mana bu qorasini bo'yi 1.30. 1.30. Bunisini 1.17. Sotiladi novvosizda yurganlarga. Mana bunisi to'yga borsa ham bo'ladi. 180-190 kilo go'shti bor. Bunisi 140, 150 ko'ryapmiz. Bundan oshmasa kerak u. Telefon nomerlar qoldiraman akalar. Qassob akalar, to'yga mol axtarib yurganlar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Kelib savdo qilib, xudo xolasa savdolashib sotaveramiz. Faqat naqdga sotiladi akalar.